Xo'sh, mana navbatdagi vinogratkamiz tayyor bo'ldi. Bu bir aylanib kesuvchi. Shu kesib o'tganda ishlaydi mana bu narsa. Yoqib qo'yamiz. Hozir rushnoyda turibdi. Lenta ishlaydi. Seplik konsertga kirib kelgan. Bu o'chiradi. Avtomatikada ishlash kerak, lekin avtomatikada emas, hozir rushnoyda turibdi. Mana bu narsa rushnoyda ishlatiladigan joyi. To'xtashlari joyida bo'lgan. Avtomatikada ishlamaydi. Endi avtomatikaga o'tkazamiz buni. Bu avtomatikada ishlaydi bu yoqda. Bu tomonda mana bu rushnoyda ishlamaydi. Xavfsizlik yuzasidan ishchi xodimlar o'tirsa, operator o'tirsa, avtomatikadan rushnoyga o'tkazadi, rushnoyda ishlatiladi. Operator bo'lmaydigan bo'lsa, avtomatikaga o'tkazadi, o'zi ishlab kesaveradi, kesaveradi. Razmer o'zgaradi. 6,5 qilinadi, xolasa 9 qilinadi. 9 qilish uchun mana bu yerda razmerlar bor, almashuvchi razmerlar. Prujnalar ham xuddi shunga qarab o'zgartirib borilaveradi. Mana qo'shimchalari esa bir chetga suriladi. Tepaga ko'tarib qo'yiladi.